Man davramizga Robiyaxon onaxonimiz bilan Halimaxon onaxonimizni taklif qilarkanman. Farzandlari nomidan ularga shunday deyman. Onajon, siz meni yaratdingiz. Rahmat onajon. Hadiya etdingiz meni yorug' dunyoga, yaratdingiz qalbingizdan bag'ishladingiz jon, ko'zimni to'ldirdingiz nuru ziyoga. Ba'zan men parvonasiz chiroq bo'ldingiz, siz chiroq bo'lganda bo'ldim parvona. Qo'ysangiz yig'ladim, erkalasangiz kuldim, shu zayil bag'ringizda ulg'aydim ona. Ba'zan beparvoroq bo'ldim onajon, tashlab ketdim sizni yiroqqa, begona yurtlarda kezdim sargardon, faqat siz chidadingiz bunday firoqqa. Qaniydi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sizni umringizni, rozidim onajon, hattoki sizga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik allangiz hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam kam, qalbingizga ko'chirsam qalbim qushini, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham sizga ta'zim qilar zamin u zamon. Siz bunga haqlisiz jonim onajon, chunki jannat visolin ko'rmoq istasa onasin to'yiga bag'ishlasin jon. Katta davralarda she'r aytdim yonib, yashadim elimning mehriga qolib, bahorni ham kutdim suyib quvonib. Sizga vaqt topmadim aziz onajon, vaqt topdim do'stlarning xizmati uchun, ayollarning arzimas g'iybat uchun, mashhur kishilarning suhbati uchun. Sizga vaqt topmadim aziz onajon, bolamga ko'ylaklar oldim rang barang, o'zimga qarashga vaqt topdim arang. Uzumlari bolamga deb tovuq boqdim, tuxumlari bolamga deb, mevalardan kimyo qildim bolamga deb. Bu dunyoda nima qildim onamga deb, nima degan inson bo'ldim endi man. Borib dardlaringiz olib turmasam, farzandligim yolg'on, insonligim ham sizga vaqt topmadim aziz onajon. Ko'nglimdagi ming xil tashvishim, alamim, og'rig'im, olqishim, boshi bor, so'nggi yo'q tashvishim, onamning ko'z yoshiga arzimas. Bo'g'zimda tosh qotgan kunlarim, ko'zimda yosh qotgan kunlarim, ovozim yashiringan unlarim, onamning ko'z yoshiga arzimas. Joyim bor davralar to'g'rida, qarashim hofizlar zo'ridan, dunyoni ko'chirsam ham o'ngidan, onamning ko'z yoshiga arzimas. Amalu obro'sin ne qildim, o'tgan kunlarimga termildim, kim bo'ldim, bemehr qiz bo'ldim, onamning ko'z yoshiga arzimas. Betoqat yurakni yoraman, ruhimni azobga qoraman onajon, yig'lamang ko'rgani boraman. Yiqilsam ko'z yoshim arzimas, onamning ko'z yoshiga arzimas. Men nima topibman dunyoga kelib, men nima topibman dunyoga kelib, sizdan-da azizroq, sizdan mehrli, ko'z qilmoqlikka maqtashga arzir. Davlatim ham sizsiz, savlatim ham siz, oftobim onamsiz, oyim onamsiz, nomusim onamsiz, orim onamsiz. Fido bo'lg'ay jonlar onajon, taqdir menga yog'dirganda balolar, oyog'imdan chalganida xatolar, yiqilmadim, egilmadim, sinmadim, onam bor-ku qilib turgan duolar. Bu dunyoda eng yaqin ota-yu onangga, otang bo'lsa qo'llaring har qayon yetar ekan. Otang seni davlating, onang esa baxting ekan. Dil izhorlarini, tabrik so'zlarini, fotihalarni, farzandlariga bo'lgan dillaridagi chiroyli yaxshi gaplarini ulardan eshitib qolar ekanmiz.
Hozir Halimaxon onaxonimiz farzandlari Nodira begimga mana shu xonadonga bolajonim sani tashlab ketmoqman. Qiz bo'lib kelding, ilohim qizdek xizmatlarini qilgan. Oyijonim, dodajonim deb atroflarida yelib, yugurib, o'rgilib xizmatlarini qilgan deb yaxshi niyatlarni, yaxshi tilaklarni qilib hozir chiqayotgan ekanlar. Bolam, seni opichlab zo'rg'a katta qilganman. Ona bo'lib, onalikning qadrini shunda bilganman. Yig'laganingda yig'lab, kulganingda kulganman. Bolam, endi shu o'y seniki, dardi bilan yon bolam, yon olmasang o'sha kun farzandlikda ton bolam. Ming azobim botganida, azoblarim kuydiyey, bo'g'zimda qotib qolgan alamlarim kuydiyey, kuyganimda eng yaqin odamlarim kuydiyey. Bolam, endi shu o'y, shu joy seniki, dardi bilan yon bolam, yon olmasang o'sha kun farzandlikdan ton bolam. Mehri shurim qo'shib alla aytdim senga deb, tog'i rayhonlik palla alla aytdim senga deb, beshiging ko'z monchog'in silab aytdim senga deb. Bolam, endi shu ona seniki, dardi bilan yon bolam, yon olmasang o'sha kun farzandlikdan ton bolam. Halollikning oq rangidan olaylik rang ikkimiz, muhabbat qo'shig'ida turfa ohang ikkimiz, to bearmon o'taylik otang bilan ikkimiz. Bolam, endi shu o'y seniki, dardi bilan yon bolam, yon olmasang o'sha kun farzandlikdan ton bolam. Bolam, endi shu ro'zg'or, shu uy, shu hovli, shu ota saniki jon bolam deb hozir oxirgi nasihatlarni qilib, mana shu farzandlarini shu yerga tashlab ketayotgan bo'lsalar ajib emas. Ilohim Halimaxon onaxonimizni ham, Robiyaxon onaxonimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Albatta har bir inson farzand o'stirarkan, albatta uni to'yini ko'rishni xohlaydi. Hech bir inson o'g'lim o'g'ri yoki qizim haligi yomon yo'lga kiradigan g'ar, o'g'ri, kazzob, muttaham bo'lsin demaydi. Har bir ona borki, bolam aqlli, esli, xushli, maniga faqat rahmat yetkazadigan, faqat sani ketingdan baraka topsin, hech bo'lmaganda baraka topsin onang yoki otang degan gapni eshitishni xohlaydi har bir inson. Ilohim hech bir onaga farzand dog'ini ko'rsatmasin. Onalarimiz tanijonlari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Halimaxon onaxonimiz bugun mehmon onajonlarimizdan, Robiyaxon onaxonimiz mezbon onajonlarimizdan ekan. Chiroyli dil izhorlarini Sherzodjon, Nodira begimlarga chiroyli duolarini eshitib qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga qizim olgan ekanman, qiz qilib, Xudo xohlasa. Ilohim shularga qo'sha qarasin, serfarzand serdanbas bo'lsin. Anajonimdan, oyijonimdan duolarini tilab, bu jonlarimdan duolarini. Mana shu qadrlar yashab, qo'yib qo'yayapsan. Kelinimiz qiz bo'lib kelgan bo'lsin ilohim. Shu kelgan hammalarni to'yga yetkazsin. Kelasi shu oy shu yerga beshikda olib kelishi Alloh sog'lik salomatligini bersin, xizmatiga parvo qilsin, yuzimni yorib qilsin. Ilohim shular baxtli bo'lib o'sha qavmga ota-onalarni duosini qilsin. Hammalar xush kelsinlar, kelganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, shunchalik hurmat qilganingiz uchun hammaga rahmat. Hammanglar uyingizda yaxshi to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Men bugun shu farzandimizga baxt tilayman. O'zidan tinch, quvvatli, juvali bo'lsin. Nimaki ko'nglida orzu havasi bo'lsa, hamma orzusiga yetsin. Orzuying armonga aylanmasin bolam. Ko'ngling g'am ko'rmasin bolam. Ilohim umringlarni oxirigacha baxtlilarda, taxtlilarda, quvvatli, juvali bo'lib qaringlar. Bir ayol bor yer yuzida, o'sha mening onam bo'ladi. Duo bordir har bir so'zi
ko'zida o'sha mening onam bo'ladi. Bir ko'zida tabassum hardam, bir ko'zida g'amni yashirgan, goho g'amgin, goh esa shodon, o'sha mening onam bo'ladi. Uchun qaddini bukkan, yov o'q otsa ko'ksini tutgan, o'sha mening onam bo'ladi. Bu dunyoda baxtini topmas, Allohning ham rahmini topmas, bu hayotning lazzatini topmas, onasini yig'latgan farzand ko'kdan og'ir nido keladi. O'tib ketsa qadrin biladi, savobdan ko'p gunoh qiladi. Onasini yig'latgan farzand qoqiladi yurgan yo'lida, o'tirmas hech davra to'rida, armon bo'lar suluv ko'nglida. Onasini yig'latgan farzand keyin yetar ona qadriga, davo bo'lmas hech kim dardiga, so'ng yig'laydi uning qabrida. Onasini yig'latgan farzand onang yoningda bo'lsin. Ilohim, farzandinglarni boshida soyabondek, kerak bo'lsa maslahatlaringlarni, kerak bo'lsa pand beribman, chiroyli bir dilinglardagi gaplarni bilmaganini bildirib, o'rganmaganlarini o'rgatib, ilohim mana shu uyingizga mana Halima onaxonimiz bir tub singari farzandingizni mana shu yerga tashlab ketayotgan ekansiz. Nodira begimni Halimaxon onaxonimiz yaxshi niyatlar bilan tashlab ketyaptilar shu yerga. O'ssin deb. Bir ko'chatni tagini ham bog'bon ham sug'oradi, ham go'ngini beradi vaqtida, ham suvini beradi, ham tegini chopadi. Kerak emas joylarini chikanka qilib, kesib, qirqib tashlaydi. Shunaqa degandek, o'zingiz parvarishlab, bog'bon singari, o'zingizga to'g'ri keladigan joylarini olib, kerak emas joylarini bolajonim, mani xonadonimda mana bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsangiz yaxshi bo'ladi deb o'zingizni chiroyli nasihatlaringizni kerak bo'lganda xato kamchiliklarini kechirib, mana shu qizimizni to'g'ri yo'llarga yo'naltirasiz degan umiddamiz. Zero kelin desinlar, jonon kelin desinlar. Qaynonalari chaqirganda labbay oyijon desinlar. Kelin desinlar, jonon kelin desinlar. Qaynotalari ishdan charchab kelganda bitta choynagiga ko'k choylarni, bitta choynagiga qora choylarni damlab tursinlar. Kelin desinlar, jonon kelin desinlar. Maniki bo'ladi deb turib oladigan amma xolalari kelganda oshlarni damlab bersinlar. Kelin desinlar, jonon kelin desinlar. Qaynonalari Robiyaxon onaxonimizdan so'rasa, sizni keliningiz qanaqa kelinlardan, qani bir eshitaylik desa, mani kelinim yaxshi insonlarning farzandi. Mana shu xonadonimni obod qilgan, shu yerga mana uyimga kelib tub qo'yib, palay yozib, mana oyijon, xo'jayinimni dodajon degan, o'g'limni bek bilgan bir oqila, dono, yaxshi qizlardan biri, umridan baraka topsin deb duolar qilib, hamma havas qilsa arziguli, ibratli kelinlardan mani kelinim deb mana shu Qo'ylu mahallasida maqtanib yursinlar. Ilohim, onalarimiz dunyo turguncha tursin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasi dilingizdagilarni Allohning o'zi bersin. Mana shu yerga yig'ilgan barcha mu'mina, muslima, soliha opalarimizni ham mana shunaqangi chiroyli to'ylarga yetkazsin. Ularning qatorida bizani ham xatolardan kam qilmasdan onaxonlarimiz, buvijonlarimiz duolarga qo'l ochib, alla bolamlarni etib, beshuvlarni olib kelganda qovurdoqlarni yeb tishlari o'tmasa ham baraka zamsin bolam deb o'tirsin. Ilohim, tanajoninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Davrada onaxonlarimiz bugungi kunga
hurmatli qudajonlar, shirindan shakkar qudajonlarim, Xudoya umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar baland bo'lsin, olinglar oldirmanglar, aziz boshinglar omon bo'lsin qudajonlar. Xudoya topganlar shu yaxshi to'ylarga nasib aylasin. Xudoya bolaginamni ham topganlar yaxshi to'ylarga nasib etsin. Xudoya Shehzodjonim bilan billa Nodirajon qizimni kelin deb olganim yo'q. 3 ta qizim 4 ta bo'ldi deb qabul qildim. Shu joylarda, shu uchastkalarda yayrab, yashnab, tuf yozib palay qo'ysinlar. Sher davlat, ser farzand bo'lsinlar. Xudoya Xudoanda shu dadalarini 5 vaqt namozlar bilan Xudoya arvohlarini qo'llab qo'ltiqlasinlar. Namozlarda o'qigan Xudoya Qur'onlarini ayamasinlar. Xudoya mendan keyin meni 5 kunligim bormi, yo'qmi? Orqamdan bir oyda keladimi, 2 oyda keladimi? Ammajonlaringizni yaxshiliklar bilan kutib oling. Shirin so'zingizni bermang, budaynoningizni bermang. Xudo Nodiraxon qizim, shirin so'zingizni bering. Shiringina joylaringizni bering. Izzat hurmatda qilib ammalaringizni jo'nating. 4 ta qizim, 3 ta qizim 4 ta bo'ldi deb qabul qildim sizni. Uchastkalarimni Xudoya Xudoanda shitda yayrab, yashnab, tuf yozib, palay yozib, o'zingizdan ko'payib yuring Nodiraxon qizim. Shu joylar sizga berdim. Xudoya Xudoanda shitda ko'payib yuring. Xudoya Xudoanda. Amin. Shu vaqt bo'ling. Eng bo'lmaganda Nodira begim ham xuddi sizga o'xshagan chiroyli pir badavlat bo'lib qarab, ilohim hammamizga mana shu o'tirgan opalarimizga, bizga ham ilohim sizga o'xshagan hoji ona bo'lish nasib qilsin. Ilohim farzandini baxtini, kamolini ko'rgan buvijon, oyijon bo'lishni nasib qilsin hammamizga. Shu jumladan Nodira begimga kelasi shu paytlarga alla bolamlar, beshularni tebratib o'tirsin deb chiroyli niyatlarni qilishgan buvijonlarimiz 100 yoshlarga kirsinlar. Ilohim tanijonlari sog' bo'lsin. Bolalarini mana navara to'yi ko'ribsiz, navara to'yi muborak bo'lsin. Endi Xudo xolasa chevara to'yigacha ham o'tirishlikni nasib ro'za aylasin. Men boya aytdim, mayli boshdan toj taxting ketsin, lekin tanho, kamtarin, xastami yo noshudmi qari, faqat onang o'lmasin ekan, faqat onang yoningda bo'lsin deb bejiz etilmagan bu albatta farzandlarni tilidagi bir chiroyli kalomlari. Kelin poshamiz Nodira begimni olib kelinglar, marhamat. Alla bolamni boshladim. Men aytib turaveraman, sizlar rasmini qilib, qo'ltiqlariga nonlarni qisib, ustidan mevalarni chochib, uyog'ini davom ettiraverasizlar. Alla aytay tong palla, alla yo alla, alla aytay tong palla, alla yo alla, borliging menga dalda, alla yo alla, o'ynar eshikda, alla yo alla, bolam yotar beshikda, alla yo
Allohim farzand degan eng oliy ne'matlari bilan mana shu kelin poshamiz bilan kuyov to'rani siylasin. Ilohim mana shu xonadonga qutli, rizqli, nasibali bo'lib, yelib yugurib qaynona qaynotalarining xizmatida yugursin. Rahmat, salomat bo'linglar. Nonni tishlatib kelin poshamizni endi tishlagan bo'lsanglar bittasini bu yoq xudo tomonga, bittasini mezbonlarga berib, ular ushatib, hamma mayda-maydalab azgina olib chimdimlab, yaxshi kunlarga yetkazsin, bizlarni ham shunaqa to'ylarga yetkazsin deb chiroyli niyatlar qilib qolamiz. Keyin bitta chiroyli fotihani onaxonlardan eshitib qolamiz. Qannonlarni ushatinglar. Bor tavog'im, kel tavog'im deb dasturxonni to'riga, sarbolarni zo'riga davo qilib kelyapti, qarang xudo yo'liga. Joyida bo'lsin salom, sal xato ketsa tamom, aralashib qolsa yomon, qarang xudo yo'liga. Oling xudo, bering xudo, odatimiz o'lmasin, yig'ilib terib soching xudo, obro'yimiz ketmasin. Dasturxonni to'riga, sarbolarning zo'riga davo qilib kelyapti, qarang xudo yo'liga deb bir-biringlarni siylab yurilish Allohdan ilohim nasib ro'za aylasin. Yaxshi kunlarga, yaxshi oilaga onalarimiz, buvijonlarimiz omon bo'lsin. Ilohim bitta chiroyli fotihani kim qiladi? Onaxonlarimizdan chiroyli fotihalarni eshitib qolaylik. Qani? Alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigorim, shu xonadonga shunchalik to'ylar bo'lib, yaxshi kunlarda o'tirgan ekanmiz. Alloh taolo hammamizni ham shunaqa to'ylarga yetkazsin, Parvardigor o'zidan begona qilmasin. Nodira qizimiz Xudoga qo'shganlar bilan qo'sha qarib, sev farzand, sev davlat bo'lsinlar. Xudoga tut qo'yib palay yozsinlar. Ikkala tomondagi ota-onalar, ular ham qo'sha qarashib, farzandlarning rohatini ko'rishib, nevara-chevarali bo'lib yurishliklaridan Alloh nasib aylasin. Hammamizni ham Alloh taolo shu xonadonga qadam ranjida qilgan ekanmiz. Bizni ham Xudoya shunaqa to'ylarga yetkazib, uylarimizda to'ylar bo'lishligidan, sizlar ham bizni uylarimizda mehmon bo'lishligidan Alloh nasib aylasin. Shu xonadondagi onajonimizni iymonlari o'zlariga barqaror bo'lib, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lib, farzandlari duogo'y bo'lib yurishligidan Alloh nasib aylasin. Halimaxon sinimiz, Robiyaxon sinimiz bilan botirlik, keldilik bo'lishliklaridan Xudoya farzandlarini, nevaralarini birgalikda, hamjihatlikda sog'-salomat bo'lib yurishliklaridan Alloh nasib aylasin. Qadaminglarga hasanat bo'lsin. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin, shukronalar bo'lsin. Hammamiz Alloh taolo birdaligida bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin. Amin. Alloh. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Alloh, hamma o'zini ham o'zing yaratgansan, Allohim. Shu bolamni ham o'zing yaratgansan, Alloh. Xudoya dadalarini ismlaridek kelib, Xudoya katta bo'lib, shu bolamni katta qilib, uyli joyli qilib deb ketgan dadalarini gapiryapman. Bolam senda qo'sha qarisin. Xudoya Nodiraxon bilan billa serdavlat, serfarzand bo'lsin. Shu uchastkani